Bismillahirrohmanirrohim. Al-Manhajul alamiy B1 kitobimizni 3-bo'limning 2-darsiga kelgan ekanmiz. Hop, bu darsimizning nomi Ma la ta'rifuhu anil arab. Ya'ni arablar haqida bilmaydigan narsalaringiz. Hop, darsimizning lug'atlari. Birinchi bo'lib mana al-lughatul ummu, ya'ni ona tili. Ya'ni o'zini ona tilida gaplashadigan tili. Al-lahjatul amiyatu. Bu sheva degan. Marahun, xursandchilik. Tuma'ninatun, tinchlik, xotirjamlik. Thaqofatun, madaniyat. Rubbama, ehtimol. Fukahatun, hazil mutoyiba. Robitatul unuqi, bo'yinbog', galstuk degan ma'noda. Hop, lug'atlarimiz shulardan iborat. Ma la ta'rifuhu anil arab. Arablar haqida siz bilmaydigan narsalar. هناك بعض الأمور التي تتعلق بالعرب وثقافتهم لا يعرفها كثير من الناس. Xo'p, arablarga taalluqli bo'lgan va ularning madaniyatiga taalluqli bo'lgan ko'p odamlar bilmaydigan narsalar bor. Hunaka gapning boshida keladigan bo'lsa, bor deb tarjima qilamiz. Xo'p, va min hadhihi al-umur, va bu ishlardandir anna al-araba yatanawwa'una fi ashkalihim. Arablar ko'rinishlarida xilma-xil bo'ladi. Yatanawwa'una har xil bo'lishadi. Shaklun ashkalun ko'rinish. Va taxtalifu ba'du thaqofatihim min baladin ila akhar. Ularning ba'zi madaniyatlari bir shahardan boshqasiga qarab farq qiladi. الصفات العربية تعني أن الشخص يقيم في منطقة الوطن العربي ولغته الأم هي العربية. Xo'p, ya'ni arabning sifati deganda nima nazarda tutiladi deyilsa, arab mintaqasida yashaydigan va uni ona tilisi shu arabcha bo'ladigan, ya'ni arab tilida gaplashadigan shaxs nazarda tutiladi. Ya'ni arab deyilganda ko'z oldimizda shu arab yurtida yashaydigan va arabcha gapiradigan odam ko'z oldimizda gavdalanadi. والشيء الثاني أنه ليس كل عربي مسلما. والشيء الثاني deb yuqoridagi fikrda ya'ni mavzumizning nomi mana arablar haqida siz bilmaydigan narsalar deyildi. Biz arablarni shu arab diyorlarida yashaydigan va arabcha gapiradigan deb bilamiz va bundan tashqari ham bilmaydigan narsalarimiz bor. Va shay'u thani deb mana o'shalarni quyida aytib ketyapti. Ya'ni boshqa bir tomondan deb tarjima qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Hop, annahu laysa kullu arabiyyin musliman, ya'ni har bir arab musulmon emas. Ya'ni hamma arablar ham islom dinida bo'lavermaydi. كثير من الناس يظنون أن كلمة عربي تعني أن الشخص مسلم. Ko'p odamlar o'ylaydiki, arab degan kalima, ya'ni arab degan so'z xuddiki musulmon kishini anglatadi. Ya'ni o'sha shaxsni musulmon ekanligini anglatadi xuddiki. Va hada g'ayri sahih. Va bu to'g'ri emas. فهناك أقليات في الدول العربية ليست مسلمة. Va mana yana hunaka gapni boshida kelyapti, bor deb tarjima qilamiz. Arab davlatlarida musulmon bo'lmagan oz guruhlar bor. Qalliyatun ozchilik, kamchilik degan ma'noda. Ya'ni ma'naviy tarjimasi islom dinidan boshqa diniy guruhlar, oz sonli diniy guruhlar ham bor. وربما هذا الظن بسبب أن غالبية السكان في الدول العربية مسلمون. ربما ehtimol bu gumon arab davlatlarida ko'p sonli aholining musulmon ekanligi sababidandir balkim. Aytilyapti yuqorida arab deyilganda faqat musulmon kishi nazarda tutiladi deyilyapti. Bu yerda aytayaptiki, musulmon bo'lmagan arablar ham bor. Endi nima sababdan arab deganda ko'z oldimizga musulmon kishi gavdalanadi deyilsa, ehtimol o'sha arab diyorlarida yashayotgan aholining ko'pchiligi islom dinida bo'lganligi sababli
deyapti. أيضًا ليس كل العرب يتحدثون اللغة العربية الفصحى. Va shuniyam aytish kerakki, ya'ni arablarning barchasi arab adabiy tilida gaplashmaydi. Laysa yatahaddasuna suhbatlashmaydi. Hop, ya'ni adabiy tilda gaplashmaydi degan ma'noda. Fusha ya'ni adabiy til. Bal likulli baladin lahjatun khassatun biha. Endi har bir shaharga xos bo'lgan lahja, ya'ni shevalar bor. أما اللغة العربية الفصحى فهي اللغة الرسمية للبلاد. Hop, arab adabiy tiliga keladigan bo'lsak, u shaharlar uchun rasmiy tildir. ويفهمها الجميع. O'ylab o'qiydigan bo'lsak, ويفهمها الجميع. Ya'ni uni barcha biladi. Ya'ni adabiy tilni hamma biladi. لكن عند الحديث في الشارع فإنهم يتكلمون بلهجاتهم الخاصة وهي ما تسمى باللهجات العامية. Lekin ko'chadagi gaplarga keladigan bo'lsak, ular ya'ni o'ziga xos shevalari bilan gaplashishadi. Ya'ni u nima deb nomlanadi deyilsa, sheva bil lahjatil ammiya, ya'ni ommaviy xalq tili, ya'ni sheva deb nomlanadi. Xuddiki bizda ham rasmiy tilimiz o'zbek tili, lekin viloyatga qarab, hududga qarab har xil o'ziga xos shevalar bor, atamalar bor. Bu yerda ham shuni aytmoqchi. Kama annal araba yalbasuna malabisa wahidatan. Va shuningdek arablar bir xil kiyimlarni kiyib yurishmaydi. Kal-abaati wal jallabiyati bal tatanawwa'u malabisuhum mithla baqi shu'ub. Bu qanaqa kiyimlar bo'lishi mumkin? Aba degan o'ziga xos kiyim turi bo'lishi mumkin yoki jallabiya degan kiyim bo'lishi mumkin. Ular kiyimlarida boshqa xalqlarga o'xshab, ya'ni qolgan xalqlarga o'xshab farq qiladi, xilma-xil bo'ladi. فمنهم من يلبس الجلابية ومنهم من يلبس القميص والمنطال مع رابطة العنق. Ularni ichida jallabiya kiyib yuradigani ham bor va ularning ichida ko'ylak, shimni shu galstuk, robitatul unuq galstuk bilan birga shu shim, ko'ylakni kiyib yuradiganlari ham bor. Wal arabu yuhibbuna al-maraha wal fukahata. Arablar marahun, ya'ni xursandchilikni va hazil-mutoyibani yaxshi ko'rishadi. وبناء علاقات شخصية وصداقات خاصة مع ما يعملون معهم. Va shuningdek, ular shaxsiy aloqalar qurishni va o'ziga xos do'stlik o'rnatishlikni kim bilan? Ular bilan birga ishlayotganlar bilan o'ziga xos do'stlik o'rnatish, shaxsiy aloqalar o'rnatishlikni yaxshi ko'rishadi. Liyash'uru ma'ahum bi tuma'ninatin fil 'amal. Ya'ni ular bilan birgalikda ishlayotganlar bilan ishda xotirjam bo'lishlik uchun, ko'ngli taskin bo'lishlik uchun, taskin topishlik uchun, demak ular shaxsiy aloqalar o'rnatishni, do'stlik o'rnatishlikni va yengil hazil mutoyibalar qilishlikni yaxshi ko'rishar ekan. Faksib qalbahu awwalan thumma a'mal. Va deyishar ekanki, avvalo uni qalbini zabt etgin, egallagin, so'ngra ishlagin. Bu degani avval u bilan do'st bo'lgin, keyin ishlagin birga deyapti. Kama anna ta'ama wa sharaba 'inda al-arabi lahu ahamiyatun thaqafiyyatun kubra. Shuningdek, arablarda ichimlik va taomlarni ham katta bir madaniy ahamiyati bor ekan. إذا كنت ضيفا ولم تتناول ما عندهم فهذا يشعرهم أنك لا تحبهم أو لا تشعر بالراحة لديهم. Agar sen ularni huzurida mehmon bo'lib qolsang va ularni oldida biror narsa tanovul qilmasang, yemasang, ichmasang, bu ularni xuddiki sen ularni yoqtirmayotgandek his qildiradi. Yoki xuddiki sen ularni oldida rohatni his qilmayotgandek tuyuladi. Ya'ni xuddiki sen ularni oldida o'zingni xotirjam his
qilmayotgandek tuyulasan degan ma'noda.